Vatanparvarda Y toifasini amaliy mashg'ulotini bajarish uchun Ergashboyev Asadbek amaliy mashg'ulotni bajarish uchun yetib keldi. Ergashboyev, tayyormisan? Tayyorman. 90 gradus burchak ostida ortga garajga olib kirasan pritsepni. Imkon qadar sekin harakatingni jadalligini kuzatib, to'g'ri holatda olib kirishga harakat qilamiz pritsepni. Tushunarlimi? Harakatni boshlaymiz. Birinchi element orqaga 70 metr yurish, ikkinchi element 90 gradus burchak ostida elementga qo'yiladi. Ya'ni xuddi shu stoykalar bilan belgilangan garajga olib kiramiz pritsepimizni. Y toifa uchun harakat qilayotgan hamyurtlarimizga amaliy mashg'ulotlarga kelishga tavsiya qilamiz. Hop. Bu oxirgi konsovka to'xtaydigan joyimiz. Endi 90 gradus burchak ostidagi garajga olib kirish uchun pritsepimizni, ya'ni tirkamamizni harakatlantirish boshlandi. Sindiramiz bitta. Yaxshi. O'ng tomondan ham joy ko'rinishi va keyingi tomondan ham avtomobilning ko'rinishi. Ya'ni tirkamamiz to'g'ri holatda avtomobil bilan parallel ravishda kirib borishi shart. Shunda imtihon topshirildi hisob bo'ladi. Shu ko'rinishda polni element ichiga joylanadi va orqada xuddi g'ildiraklar ostida to'xtash chizig'i bo'ladi. O'sha hududga olib borib pritsepimizni to'g'rilab to'xtatadi. Bu hududda stoyka hisoblanadi. Hozircha bu stoykamizdan hisob olib tursa ham bo'ladi. Lekin